Bu güllerimizin nomi ramashka gullar deyiladi. Bular da yerga ekiladi. Bular geranlar. Bular bu gullarimiz. Bularda palma guli. Palma gul, bularimiz nomi palma deyiladi. Bu gullar O'zbekistondan buyurtma orqali kelingan gullar. Ati ne deb ataladi bu gullarning? Ya. Bu gülümüz oti siklami. Filmona deyiladi. Qanchadan bo'ladi bu? Bu gullarimiz 250, 350 dan. 150 dan. Bo'ladi. Hozirgi nimamizda shu gullarimiz odamlarga elga ketyapti. Shu gullarimiz el suyib olyapti hozirgi kunlarimizda. Bu gullarimizni ham el suyib olyapti. Bizga O'zbekistondan buyurtma orqali. Ha, O'zbekistondan kelib turibdi. Bizda Ammo cho'ng gulingiz qancha? Mo'lar. Bu gulimiz yo'q, bu gulimiz dehqon o'zimiz qilgan gullar. Bu gulimizning narxi 550 so'm. Endi cho'ng gullar. Bu yerda da gullarimiz bor. Gullarimizni turi ko'p. Gullarimizda 100 xildan oshiq gullarimiz bor. Bu yoqqa urug'lari sevilgan-da bu yoqqa? Ova, urug'lar sepilgan. Ishchilar urug'lar sepgan. Bu qancha kunda tayyor bo'lib bitadi deganday bu? 15 kun, 20 kunda tayyor bo'lib bo'ladi. Satqa chiqaveradi 15 kundan keyin. 15 kun, 20 kundan keyin sotuvga chiqaveradi. Bu yerga ekiladigan gullar barisi. Bularda tuvakka ekiladigan gullar. Gulni turi 100 xildan ko'p. Mana. Ammo gullarga-chi bu shu? Bu gullar senasi 350 dan 250 dan sotilyapti. El suygan gullar shular. Gullarimiz. Mana bu yerda da gullarimiz bor. Atim ne bo'lib qoldi? Bu gulni oti geran. Bu gulimiz bijir-bijir tuqqanmiz. Gul ochadi? Ha, ochiladi. Bu da gullarimiz. Bu o'zimizning mamlakatimizdan keltirilgan gullar. Biz hozir shu gullarni yetishtiryapmiz. Elga berish, elga yetkazish niyatda. Shuni elga tavsiya qilamiz. Biz buni 1,5 oy issiqxonada rivojlantiramiz. So'ng kattalashtirib sotuvga qo'yamiz. Bularni da shunday qilamiz. Bu qishi joyida o'ylab shunday gul sotaverasizlar-da. Jig'ishina to'xtaydi bu. Qishda to'xtaganda to'xtaydi, sovuqda elga gul. Endi hozir gullar. Qaysi vaqtdan boshlaysizlar? Fevral oyini 20sidan 28gacha sotuvga chiqaramiz. Noyabr oyini dekabrda boshlarigacha sotuvda bo'lamiz. Dekabr, yanvar issiqxonada gullarni yetishtiramiz. Bahorga hozirlik ko'ramiz. Bu teplitsa bor, no'qatda joylashdiqdanmi? O'shtonda kelib olib ketaveru. O'shton, Batkendan, Jalolot, Noqot, Norin, Qirg'iziston, qolaversa O'zbekistondan kelgan mehmonlar ham yaxshi ko'rib ketishyapti gullarimizni. Adet, uyda yoqda gullarga borib qo'shilardi. Ko'rmayli-mi? Biznesda jashirvoylar aytadiz, teng ko'raveradi. Geran gullarimiz bor. Geran gulimiz 20 xili bor. 20 xil geranimiz bor. Geran degan gulmi? Geran degan gul bor. Shu gulning nomi geran deyiladi. Shuni bizda 20 xil turi ham bor, rangi ham bor. Geranlarimizni 20 xil. Misali, qardar kelsa, monsi bilan olib ketaverayotganda. Shunisi bilan. Shunisi bilan, o'sha chelagi bilan turgani bilan qancha so'm bo'ladi? 150 so'm. 150, 200 so'm kerak ekanda. Bu yerda
Могу gül ne degan gül? Tikenekleri var, gül de açat ekan da. Malachaya deyiladi. Buni oti malachaya. O'zbekchasiga mehribon ona deyiladi. Shu gullarimiz. Dagı gülдің qandaylari var, türlörü? Gulda 100 xil turlari bor. 100 xil turlari bor. Burada gullarimiz. Adresini aytib qo'ysangiz. O'sh rayon, O'sh shahri Arvon rayon, Allanar hukumat, Yettag'ayni nimasidamiz. Ayol hukumatimiz Allanar. Çoğun rahmat. Sizga da rahmat. İşingizge iyilik. Minakey, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул жерде баягы 100дөн ашык гүлдүн түрлөрү бар экен, теплицада өстүрүлүп жаткан. Заказ берсеңиздер, же болбосо бир баягы 2 күн 1 күндүн ичинде алып барып беришет экен. Болбосо жакын жерде болсоңуздар, ушул жерге келип гүлдүн түрүн тандап туруп алсаңыздар болот экен.